Navbatda ko'rinib jarayonimiz Buxoro viloyati Vobkent tumaniga avtomatik darvozamizni o'rnatib berganmiz. Darvozamizni bo'yiga 2.67 ga, eniga 3 bo'lgan, yonda kaltkasi 1 metrga 2.67 bo'lgan. Ish jarayonimiz bitdi. Mana egalarga pultini topshirmoqdamiz. Tog'a qulluq bo'lsin. Rahmat. Shu bizni kuzatayotganlarga ikki og'iz fikringiz. Fikrim shu, mana shukrlar avtomatga darvozachi degan ijtimoiy tarmoqqa kirib ko'rdik. Shu narsani mana zakaz berdik. Mana Namangandan kelib o'rnatdilar. Juda ham ma'qul tushdi bizlarga. Mana sifatli hamma narsalari ham ajoyib ekan. Rahmat, qo'llari dard ko'rmasin. Qulluq bo'lsin tog'a. Rahmat. Kimga shunaqangi sifatli avtomatik darvozalar kerak bo'lsa, ekran pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil ma'lumot telefonda berib o'tamiz.